Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Assalamu alaikum, hürmetli көрерменler. Din Hayat namlıq programımızın növbetlik sanıda Allah bizni taşlıb etdimi degan temada toxtalımız. Ben qarindoshlar Abul Qasim Ahmedi, programımızın bugünkü aziz mehmini Ustaz Muhammed Yusuf Qarajim boludu. Biz bu temani tanlashda bir qancha sabablar bor. Hozir xalqimizda ümidsizlik nayet pek yuqori palli ko'tarildi. Chunki bir qancha vaqtdan buyon nurg'ulgan qarindoshlarimiz alayda menga telefon qilib o'zininki nayeti shunda bearam bo'layotganligini so'radi. Hatto men Saudiya Arabistonda Makkada turgan vaqtimda bir 70-80 yoshga bir hemşehrimiz telefon qildi. Qilib Allah bizni tashlab etdimi deb yig'lab ketdi. Oxirida yana deydi, men ishimda bir qancha gap so'zlar bor edi, ammo buni tilimdan chiqarishga men qo'rqyapman. Biz vatandagi bo'layotgan zulmlarni aqasirim anglab turishdalar. Biz mushunda bir yaxshi bir xalqdiq, nimishqa Allah bizga yordam bermaydi degan savolni so'radi. Men bu yerga kelgandan keyin Istanbulda nurg'ulgan so'ruluda mushu savollarga duch kelgan bo'ldik. Ba'zilarga o'zimizningki bilishimiz javob qaytardik. Bir ko'rmanlarimizning mushu savolga bir javob topish uchun bugun alayda Ustaz Muhammed Yusuf Qarajimni bu programmamizga taklif qildik. Muhammed Yusuf Qarajim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aleyküm assalam ve rahmetullah. Programımıza hoş geldin. Rahmet Allah razı olsun. Yuqorida men degandekidek nurg'ulgan kishilarda biz bu Allah bizni tashlab etdimi, nimishqa bizga Allah yordam bermaydi, bizga bo'layotgan zulm tilimiz tasvirlashdimi, ig'ir bo'lib ketdi degan mazmunda nurg'ulgan savollar tushyotdi. Bu savolni bir tafsilotlarni o'zlaridan jamoatlarimiz, qarindoshlarimiz bilan anglagan bo'lsa, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Emre Allah Teala bizni herkes taşlı etmedi. Müminlerini herkes taşlı etmeydi. Çünkü Allah Teala müminlerini yaxşı gördü ve müminlerge medet verdi. Allah Teala kanun belgilegen bu dünyanın işlerine kanun belgilegen biri şeriat kanunu, biri tabiat kanunu. Tabiat kanunu Allah Teala şu sebeplerge bağlı kılgan. Mesela kiselden sakıyış için doktorun qeşqi biriş davalanish kerak, müstakillikten qutuluş için küreş kılış gerek, okuş için ilim okuş, alim buluş için ilim okuş gerek, bay buluş için işleş gerek mesela. Şunu okşaş her kanada bir nesne bir sebepki bağlap koygan bu sebep kanunu. Birisi şeriat kanunu kılma degan emir fermanlar. Mesela bunu xiloflik qilganlarniki shariat qonuniga xiloflik qilganning jazosini Alloh taolo oxiratda berdi yoki kechiradi yoki oxiratda berdi hamda. Ammo tabiat qonuniga xiloflik qilganlar mushu dunyoda o'zining jazosini topadi ekan hamda. Qana desa sabab qonunni Alloh taolo yurgizgan. Bu yerda Allah Teala'nın bir vədisi var. Ve kan haqqan aleyna nasrul mu'minin deydi. Müminlerge yardım kılış bizning üstümüzde tigişlik bir iş, yani bizning mas'uliyetimiz deydi hamdi. Bu bir vədə. Ülmalı deydi Allah Teala'nın vədisiga amal qilmasligi kainatni faqat yo'q qilib o'tishdimi ig'ir bir ish deydi. Ya'ni demak Allah Teala vədisiga vafo qilmoqcha koinatni yo'q qilyotdiki, vədisiga hargiz xiloflik qilmaydi deydi. Va man astaqu minallohi hadisan deydi Qur'on Karimda. Allah Teala'dan yaxshi so'zlik kim bor deydi masalan, vədisiga hargiz xiloflik qilmaydi. Bizga mu'minlarga yordam qilman deyish bilan birga shu bir oyatni tushirgan va a'dilahum mastata'tum min quwwa deydi. O biri Allah'ın yordam qilganligiga, Allohga ishinib, Allohga tavakkal qilish. Ma ikincisi sebebini tutuş. Ve adilahum mastata'tum min quwwa degani sizlar kuchda yalanglar, ashlarga dushmaninglarga qarshi, sizlarga xristianlarga qarshi va sizlarning baxsaatlaringlarga va sizlarning dininglarga, sizlarningki erkinlikinglarga xristianlarga qarshi kuch hazırlanlar deydi. Bu yerdagi kuch hamda shu zaman qaysini talab qilsa, shu kuch hamda. Masalan, tashviqot kuchi, askar kuchi, odam kuchi, texnika kuchi,
pul, mal kuchi deganga o'xshash, shu kuch sanalgan narsaning hammasini shu tayyor qilinglar. Men sizlarga va'da qildim, yordam qilmay shu kuchni siz tayyor qiling dedi. Burungi musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yetakchiligida shu bo'yicha ish qildi. Shu bo'yicha ish qildi. Alloh taoloninki mu'minlarga yordam qilganligi, ularga shafqat qilganligi va yordamni to'xtatib qo'yganligi ularni tashlab etganligi emas, balki ularni adaplash yoki ularni tarbiyalash. Endi Alloh taoloning bir va'dasi bor, ya'ni bir oyatda وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم لهم ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا dedi. Allah içinlardaki iman etken ve yaxşı amellerini kılganlarga özlerinden ilgirkilerini yeryüzünde hükümran kılganda hükümran kılışını, ular üçün tanıgan dinini çokum müstehkem kılıp birişini ve ularının korkunçunu amallıkka aylandırıp birişini vədi kıldı. Şu vədi kılıngan kişilik kandak kişilerse ular bana ibadet kıldı ve hiç nersini şirk keltirmeydi dedi. Mesele müşahede. Mesele şu iki tane şartı. Allah'a ibadet kılış ve Allah'a şirk keltirmezlik. Allah'ın nusretiga ega buluş için. Endi ibadet dese biz düşünümüz ki namaz o'qish, ro'za tutish, duo qilish, Qur'on o'qish, sadaqa berish, mana ibodat deymiz. Buni ibodatning simvollik bir turi. Har qanday bir narsaning simvoli bo'ldi, simvollik bir turi. Ammo amaliy, muomalaviy ibodat, axloq va durust bo'lish, haqqoniy bo'lish, adolatli bo'lish degan bütün shu insoniy qimmat ve güzel kıymetlerinin hemmesi muamelevi ibadette toplandı. Ama remzi ibadet, yani simbolik ibadet yani bu Arap dilde ibadetin şairiye deydi. Muamelevi ibadet, ibadetin taamüliye deydi. Taamüliye ibadet hemmedin pek mühim. Yani dinin ibadetlerinin 95%'ini öz içine atkan. Şairi ibadet dediğimiz bu simbolik ibadet neydi az. Mesela sanap tüketkili buldu mesela bunu. Allah Teala'nın zikri kılış, Kur'an okuş, namaz okuş, roza tutuş, zekat veriş degenge okşaş. Hem de Allah Teala'nın bizden talep kılgan ibadeti mi ya da bana ibadet kıldı dep müminlerin süpetliğine bu yerdeki ibadet bütün hayatını Allah Teala körsetken sızık bilen, sızıkның içiki silip Allah Teala körsetken boyunca yaşaş. Şu boyunca bendiçilik kılış Allah Teala'ya, yani Allah'a itaat kılıp ve yaşaş. Ülümalar وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyen ayet ne? Ben insan, cinni bana ibadet kılış için yarattım diyeni tefsir kılıştı. Nimde tefsir kıldı dese menin körsetken yolumda menep men razı bulduğum işini kılıp bana itaat kılıp yaşasın deyip evettim deydi. Yarattım. Yani bu ibadet yuqorqi bayonlardan ma'lum bo'lgani endi Allah bizni herkes tashlab o'tmadi, tashlab o'tmaydi. Ammo biz musulmonlar Allah bizni talab qilgandek yashagan vaqtimizda Allah bizga cho'qim yordam beradi degan mazmunni oldim. Unda bo'lganda biz musulmonlar Allah talab qilgandek yashayapmizmi? Qanday qilsak Allah talab qilgandek yashagan bo'lamiz? Bu vaqtda bir tushuncha bergan bo'lsizlar. Tamam. Endi bir yerde biz hakikaten hem de Müslümanlar, bütün Uygurların emez, Arapların emez, Türklerin emez, bütün dünyadaki bütün Müslümanlar Allah Teala talep kılgan boyunca yaşamaklık hem de. Bizde hem yerde böyle simbolik ibadet aldığı çıkarılır, simbolik ibadet kılıp ben ibadet kıldığım da şununla pekrinip oturulur. Ama emeli ibadet bizde yok. Emeliyette Müslümanlar hem de. Müslüman memleketi de, meyli Orta Asya olsun, Türkiye olsun, Saudi Arabistan olsun, iş kılıp, Müslümanların kandak bir işte, mesela kadir işte, işçi yüzünün işi de, dükkandar bazada, hem yerde hili kılıdendir, hem yerde iş kılıp, durus yaşavatkan insan intayın az. O fakat yok ama sen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyen bu ta kıyametkice bir ümmet, şu hak dinde doğru bulup aynı mağdur deydi. O intayın az. Ama Allah Teala'nın yardımı kiliş için o cemiyetinin 20'den çıkarak ıslah kılınsa andını kildiken. Ülümalar işte demeklikten. Ama yaxşı adamın intayın az. Müslümanların arasında bütün hemmi işte. Mesela biz bu yaşavatkan memlekette o kadir üzünün işi de hile kılıdı.
işçi üzünün işide hile kılıdı. Muallim mektepte ballarının ömrünü ötküzüp okutmaydı. Menhecleri, programları şunda yaxşı olmasa ama tüzük okutmaydı. Dükkandar yalgın eytidi. Hatta imamlı mescidin imamları, imamlıkını bu Bangali Hindistanlık imamlarga mesela 105.000 riyal maaş alsa 1200-1500'ge setip kalganını oturdu mesela. Bu yeginim halal bulan bu halal emesmi de onu hesaplap görmeydim. Demek bizde Allah Teala'ga ibadet kılış emas, ayet bana ibadet kıldı dedi ya ayette Allah Teala'ga ibadet kılışımız pulga ibadet kılış, dünyaga ibadet kılış. Onundan keyin şirk keltiriş degan butga ibadet kılışkanda şirk keltiriş bo'lmaydi o. Allah'a işenci kılmaslık, Allah'ınki düşmanlarından korkuş ve Allah Teala ko'rsatgan bo'yicha ish qilmaslik bu shirkning qatoriga kirdi. Shunda bo'lgandan keyin bizning ishlarimiz masalan qaysi bir mashinamizni o'ngshat qilib bir yerga borsak, qanday bir yerga borsak, cho'qim yolg'on so'z bor. Do'konga borsak, cho'qim yolg'on so'z bor. Masalan shu ko'ryotimizga 10 riyallik binasini gap qilmay 50 riyal deydi. O kelganida endi 10 riyallik narsani endi bu 50 riyal degandan keyin ben bu 50 riyal deb tursam ben tüyen diyemeymen deb 20-30 deydi. 20-30'a satıdı mesela. Islam bilili bu işini. Demek hem işte bütün mescitten tartıp, işgallardan tartıp, dükkandan tartıp, pazardan tartıp, yoldan tartıp hem neside şu şeriatga muhalif, şeriatga udul kelmayotgan, Allah razı olmayotgan ve aynı kul hakkıga kirdigan, insanların hak hukuku daxil yetkizgan aynı işli bor. Ahval mushunda tursa, bu kanda Allah Teala'dan kanda endi yardım kütkülü buludu mesela. Endi Müslümançılık bu hazırki Müslümançılıkni biz Müslümançılık muşu deb kanaat kılgan bolsak, biz Cafer ibn Abu Talib radıyallahu anhu'nun Nacaşi'ye bergen cevabını tanışıp baksak, uçakta nime deydi o dese, siz dini düşündürün, kanday aslında dinler deb deydi Nacaşi. Şu Habeş'ten kabagan muhacirler deydi, padişah, biz burun Allah'a şirk keltirip butlarga ibadet kıldıgan, küçlükler acizlerini yeydigan ve koşlarga yamanlık kıldıgan, ayallarının nomusuga tegidigan, haram zina iş kıldıgan, harak içidigan, yalgan sözleydigan, insanlarni buzak kıldıgan, muşunda bir kavimdik. Endi bizning aramızdan biz nesibini biladigan, ahlakını biladigan ve iffetini biladigan, rastçılığını biladigan bir kişini Allah bizge peygamber kılıp evetti. O kişi bizge Allah'a ibadet kılışka buyurdu bizne. Onu yalgansızlıkka, rast sözleşke, qo'shnilarga yaxshilik qilishga, adolatli qilishga, qon to'kmaslikka, zulm qilmaslikka buyurdi deb shunda deydi. Mushlarning ichida din mushu bilan Cafer ibn Abu Talib radhiyallohu anhu'nun tushungan dini shu. Ama biz bu kishilarga yaxshilik qilmaslik, rast so'zlash, omonatga vafo qilish, adolatlik bo'lish, zulm qilmaslik deganning hammani bir tarafga cho'rib etib, shu zahiriy ibadetlarni qilib qo'yib, men Alloh taolaning jannatini talab qilmayman deb aynan o'tirib olganda. Ama bu ishlarni bu simvollik ibadetlarning muamelevi ibadet o'rindalmasa, buning hech qanday o'rindalmaydiganligi, buning hech qanday narsaga foydasi yo'qligi aniq endi. Endi biri mushada shu Allohga ibadet qilish ve şirk keltirmaslik tutuqu itoat endi. Allohga ibadet qilish degan bütün shu Allohning buyrug'ini bo'yicha itoat qilish, buyrug'iga itoat qilish shu ibadat endi. Mushu ikki narsaga daxil yetganlik uchun Rasulullohning zamonida Rasululloh batruqliq Alloh taolo ikki qatim mag'lubiyatga uchratdi musulmonlarga. Musulmonlarga dars berish uchun. Biri Uhud g'azotida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'qchi qo'shinni istihkomda turishga buyurgancha 50 kishini biz yengilsakmi, yengilmasakmi, İslam mushani qat'iy bo'shatmanglar, misha turinglar desa, ma'qul deb qo'yib, musulmonlar g'alaba qilib, nima g'animatni olganligini ko'rib turib, tog'ning üstü shuni ko'rib, bizmi g'animat olmaymiz deb mangdida, bu mangandan keyin az kishilar shu tog'da turganlardan ya Rasululloh bunda dedi, yengilsanglarmi, biz yengilsakmi, yengilmasakmi, hergiz bu yerdan ketmanglar dedi. Ketmeyler dese, hemiz ketdi. Ketken az qaqalı olma ketdi. Aşında olab,
buyruqqa xiloflik qildi shunda. Buyruqqa xiloflik qilganda shu chaqda mag'lubiyatga uchradi musulmonlar. Og'ir darajada mag'lubiyatga uchradi. Hatto Asadulloh deb Allohning shiri degan nima Rasulullohning tag'isi Hamza roziyallohu anhu shahid bo'ldi. Nurg'un musulmonlar shahid bo'ldi. Bu yerda itoatsizlik qilganlikning jazosini Alloh ko'rsatdi. Rasulullohning vaqtida ko'rsatdi. Bo'lmasa Rasululloh boyada nusrat ba. Allah boyada Alloh taolaning yordami bilan birga ba. Lekin musulmonlarga dars berish uchun ashuni ko'rsatdi. Ikkinchi qatim Hunayn urushida Makka fathi bo'lgandan keyin Madinadan kelgan musulmonlar, yangi musulmonlar bulab 100 mingga yaqin jiq musulmon bulab ketdi. Soni bakchi qo'ygandan keyin Hunayn urushiga berishda biz sonimizning ozligida mag'lub bo'lmaymiz hargiz deb bundaq o'ziga bitgan mag'rurlandi-da endi. Ya'ni Allah nusrat Allohdan keldi. Allah nusrat bersa bo'ladi. Shu degan shartga loyiq ish qilsak, Alloh nusrat beramiz, biz qozonolmaymiz demay, musulmonlar ayda deb soldi. Bizning bu sonimizning ko'pligida mag'lub bo'lmaymiz biz. Sonimiz intayin ko'p. Son jihati biz son sababli biz mag'lub bo'lmaymiz deganki, ashada mag'lub bo'ldi. Shunda jiq turib mag'lub bo'ldi. Ulamolar deydi, agar Alloh taolo shu chaqda mayli musulmonlar Rasulullohga itoat qilmagan bo'lsa-mu, musulmonlar yana shunday tavhidga ziyon yetadigan ashunda xatarli gapni qilgan bo'lsa-mu, Rasulullohning xotirasi uchun ular nusrat ato qilayotgan bo'lsa, shu chaqda bu tavhid bilan itoat e'tibordan tushib qoladi deydi. Musulmonlar uchun tamam Rasulullohga itoat qilmasakmi, g'alaba qildik aynan. Alloh taologa tavhidga daxl etadigan xato gapni qilsakmi, yana Alloh bizga yordam qildi. Demak biz u shartni o'rindamasakmi, Alloh bizga yordam qilavergan deb mudadab qoladi deydi. Demak shu chog'da shunda dars berdi. Demak bu ishning hammasining qonun tuzumi va har qanday bir davlatning prinsipi bor. Masalan, bir davlatlarningki protokol bo'ldi. Masalan, bir davlat yordam qilmoqchi bo'lsa, bir davlat hamkorlashmoqchi bo'lsa, protokol imzolaydi. Ayda nimalar shartlar oldu. Alloh taolaning bizga yordam qilish uchun ayda shartlar bor. Oyatlarda deyilgan shu shartlar. U bir shartlar bilan chatqimiz yo'q. Biz aşı ibodat qilib bersak, Allohga ibodat qilib bersak, xuddi ham bu ibodat Alloh taolaga Alloh taolo buni muhtojdak. Shuninga aşı zahiri ibodatni kifoya qilib, haqiqiy Alloh taolaning bizdan talab qilgan ibodatni biz qilmadik. Endi buningda mana shu zahiri ibodatlar, masalan shu simvollik ibodat dedik-ya, sha'air ibodat, masalan namoz, roza, zakat, haj, zikr, dua deyli masalan mushu ibodatlar. Mushu ibodatlar hammasi hech qaysi g'oya emas, hammasi vosita. Ammo g'oya bo'lgani amaliy ibodat. Amaliy muomalaviy ibodat. Muomalaviy ibodatni aşı nimaga planga yetkazish uchun mushu simvollik ibodat ashunga xizmat qildi. Masalan, biz Allohning yo'lida ketib qolgan bir uzun safarda, bu uzun safar shu bu muomalaviy ibodat, Allohga yetish yo'ldagi bir uzun safardagi bir ibodat. Ammo simvollik ibodat, namoz, roza, zakat deganlarimiz bular aşı xuddi uzun safarga mangan odamning yo'lda benzin qachlab mangadi-ku punktlarda. Benzin qochilaydigan har bir punkt aşı. Benzinni qaçılab mağmısı yulğu mağanmaydı. Biroq o benzinni qaçılğanlık o g'oyaga yetganlik emas, g'oyaga yetishuvdagi bir ish endi. Endi buningga bunda bir misolni keltirsak endi ibodat ikki turlik bo'ldi dedik. Birisi simvollik ibodat, birisi amaliy ibodat. Endi simvollik ibodatlarning hammasi amaliy, muomalaviy ibodat uchun xizmat qildi, shuning vosita bo'ldi dedik. Masalan, inna salata tanha anil fahsha'i vel munkar deydi Alloh taolo namoz to'g'risida. Namoz yomon ishdan, qabih ishlardan to'sidi deydi. To'sqanligi qadalda bu odamning axloqi tuzildi va muomalaviy ibodatga yaqinlashdi bu. Uningki ro'za to'g'riliq deydi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun deydi. İman etqanlar taqvolikka erishishinglar uchun sizlarning ilgirkilarga ro'za farz qilinglar, sizlarga ro'za farz qildi. Taqvolikka erishishinglar uchun. Ya'ni ro'za shu taqvolikka erishish uchun hamda. Uningdagi zakat to'g'risida deydi. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim deydi. Ularningki pul mollaridan zakat olgan, shuning bilan ularni gunohlardan poklig'aysan va ularning barakatini oshirg'aysan deydi masalan. Uningdagi haj to'g'risida deydi. Haj to'g'risida fala rafasa va la fusuqa fil haj deydi. Hajda yomon gap qilish yo'q, yomon ish qilish yo'q deydi. Demak, bu axloq, shu axloqni qilgandan keyin amaliy demak mushu axloqqa mushu haj
aşı əxlaqa əməli ibadət bolğan əxlaqı elib bar deydi məsələn hamda. Qur'an oxuş toğrusu deydi məsələn. İnnemel mu'minunallazina Allahu vecilet kulubuhum ve izâ tuliyat aleyhim âyatuhu zâdatu imana deydi. O Allah yad etilse dillerde korkunç peyda bulduğan Allah'ın ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüydüğün her işte Rabbine tayındığın kişiler hakiki müminler deydi. Demek Kur'an okuş adamni muşunda kıldı. İmanını küçüydü. Yani namaz günahını tusudu. Roza takvalıkını yuttu. Zakat nefsini bekillikten paklaydı. Hac ahlak yuttu. Demek hemmisi aş adamınki aşu ahlakını tüzüdü. Bu ahlak neye vardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degen ben güzel ahlakını tamamlaş için evettirdim degen. Güzel ahlak şu dinninki negizi. Ben aşını tamamlaş için evettirdim. Yani dinni tamamlaş için. Dinni güzel ahlakını tamamlaş. Allah razı olsun. Nayet düşünüşlük boldu. Elbette bugünkü ağan dersten Allah bizni taşlı etmedi, herkes taşlı etmeydi. Ama biz çokum Allah bizni talep kıygandek yaşashimiz gerek. İbadetning turlarini ham bilishimiz zarur ekan. İnşallah qolgan yana keyingi sonlarda ko'rishamiz. Hurmatli ko'rmanlar, programmamizni mishada oxirlashtiramiz. Keyingi bölümde qayta uchirish umidi bilan har biringlarni xo'shlashimiz, xayr-xo'sh salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.